Menimcha, koinot sirlariga qiziqmagan inson bo'lmasa kerak. Inson hayoti davomida bir marta bo'lsa ham o'zini koinot kengliklarida vazinsizlik holatida uchib yurganini tasavvur qilgani bo'lishi kerak. Unday emas deb aytingchi. Mayli, bu haqda gapirmoqchi emasmiz. Koinot haqida gapiramiz, lekin u haqdagi tasavvurlarimizni konkret fotosuratlar bilan tasdiqlashda yordam beruvchi teleskop haqida so'z yuritamiz. Tag'in qanday teleskop? Dunyodagi hozircha eng katta James Webb teleskopi haqida. Siz bilarmidingiz? James Webb bu insoniyat tomonidan yaratilgan dunyodagi eng katta va kuchli kosmik teleskopdir. AQSh, Yevropa va Kanada kosmik idoralari olimlari ushbu qurilma ustida 25 yil davomida ishlashgan. Uni yasash uchun roppa-rosa 10 milliard AQSh dollari sarflangan. Ushbu teleskop NASA'ni boshqargan amerikalik davlat arbobi James Webb ismi bilan atalgan. Bilasizmi, James Webb teleskopini koinotga jo'natish ishlari bir necha marta qoldirilgan. Endi bunga turli holatlar sabab bo'lgan. Masalan, texnik nosozlik, hatto pandemiya va yomon ob-havo sharoitlari. Va nihoyat James Webb Yerni 2021-yilning 25-dekabrida tark etgan. Xullas, koinotga uchirilgan. James Webb hozirda mashhur bo'lgan kosmik teleskoplardan bittasi. Yodgor Rajabov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi astronomiya instituti ilmiy xodimi. Undan avval Hubble yerda hamma James Webb uchirilgandan keyin hamma James Webb qoldi. Insoniyat tomonidan yaratilgan katta oynali eng yirik James Webb kosmik teleskopi o'zi qanday tuzilgan? James Webbning issiqlik o'tkazmaydigan pardasi 5 qavatdan iborat. Ushbu parda asosiy oynalar va observatoriyaning ilmiy uskunalarini issiqlik oqimi va kosmik nurlanishdan himoyalash hamda Selsiy bo'yicha -223 darajagacha past haroratda ham saqlab turish uchun kerak. Ushbu loyiha NASA boshchiligidagi 17 ta dunyo davlatlarining xalqaro hamkorligi natijasidir. Teleskop hozirda Lagranjning ikkinchi nuqtasi L2 ga yo'naltirilgan. Bu nuqta ona sayyoramizdan 1,5 million kilometr uzoqlikdagi masofada joylashgan. Yer bilan Oy orasidagi masofadan 3 martadan ham katta degani. Chunki Yer bilan Quyosh orasidagi masofa 384 ming kilometr. Yerdan turib teleskoplarimizni kuzatadigan bo'lsak, bizga Oy xalaqit qolishi mumkin. Oyning o'zini nuridan tashqari o'zini yuzasi xalaqit qolishi mumkin. James Webb holida bu narsa endi kuzatilmaydi, chunki teleskopni Oyga yoki Yerga yo bo'lmasa Quyoshga qaratmaymiz. James Webb teleskopi Ariane 5 raketasi yordamida Ko'ru kosmodromidan uchirilgan. Shuncha uzoq masofaga yetib borish qurilmadan qancha vaqt talab etdi degan savol paydo bo'lishi aniq. Teleskop uchirilgandan so'ng roppa-rosa 1 oy o'tgach, ya'ni 2022-yilning 24-yanvarida hozirgi turgan nuqtasiga yetib borgan. Bu Lagranj nuqtasi nima o'zi? Newton degan olimimiz butun olam tortish qonunini yaratish orqali ikkita jism masalasini yaratib, ular orasidagi masofani bilgan holatda tortish kuchini aniqlay olamiz. Lekin endi agar bizda jismlar 3 ta bo'lsa nima bo'ladi? Masalan, Quyosh bo'lsin, Yer bo'lsin va qandaydir sun'iy yo'ldosh, masalan, James Webb bo'lsin. Lagranj bizga 5 ta nuqtani ko'rsatdi. Ikkita asosiy qaralayotgan jism gravitatsiya ta'sirida 3-jismni ushlab turadi. Bu degani hech qanaqa yoqilg'i kerak emas sun'iy yo'ldoshga. Quyosh va Yerni gravitatsion kuchlari ta'sirida James Webb Lagranj nuqtasida yoqilg'i sarflamasdan bemalol kuzatuvlarni qilaveradi. James Webb fazoga uchirilguniga qadar barchaning diqqati Hubble teleskopiga qaratilgan edi. Taqqoslasak, Hubble optik diapazonda kuzatuv olib borsa, James Webb infraqizil diapazonda ishlaydi. Ularning to'lqinlarni kuzatuv sohalari ham turlicha. James Webb osmon jismlarining o'rganilmagan qirralarini ko'rish imkonini beradi. James Webb optik diapazonda ko'rinmaydigan nurlarni o'sha infraqizilda faqat beradigan nurlarni ko'rsatib beradi bizga. Bu bilan biz osmondagi obyektlarni yanada mukammalroq o'rgana olamiz. Xo'sh, shuncha shov-shuvga sabab bo'lgan James Webb teleskopi nimani hisobiga bunchalik mashhur? U o'tmishdoshi Hubble'ga qaraganda qanday karomat ko'rsatmoqda? James Webb 13.6 milliard yorug'lik yiligacha bo'lgan masofadagi osmon jismlari va astronomik hodisalarni kuzata oladi. Hubble koinotdan ilk suratlarini yuborganida teleskop optikasida qandaydir nosozlik bo'lgani bois tasvirlar xira holda kelgan. Biroq Hubble shunday masofada joylashganki, uni sozlash uchun unga yetib borish va joyida yaroqsiz qurilmalarni almashtirish imkoni bor. James Webbda afsuski bunday imkoniyat yo'q, chunki u Yerdan juda ham olis. Insonlarni yetkazish mumkin bo'lgan kosmik apparatlar yetib bormaydigan masofada joylashgan. Shuning uchun ham muhandislar xatolikka yo'l qo'yishga haqlari bo'lmagan. Ular teleskopning oyna fokusini mustaqil ravishda sozlay oladigan tizimni ishlab chiqishgan va u masofadan turib boshqariladi. James Webb teleskopi qisman Yer va Oyning soyasida turadi, ya'ni uning ortida. U Yerdan Quyoshga qarama-qarshi yo'nalishda joylashgan bo'lib, Quyoshning to'g'ridan-to'g'ri nurlaridan himoyalangan. Yer Quyosh atrofida aylanadi va James Webb ham
yerga ergashgan holatda o'sha chiziqdan aylanaveradi va yerdan uzoqlashib ham ketmaydi, yaqinlashib ham ketmaydi. Umumiy massasi 6,5 tonna bo'lgan bahaybat teleskopning quyosh batareyalari elektron priborlarni tok bilan ta'minlash uchun ishlatiladi. James Webb'ning yoqilg'isi 5 yildan 10 yilgacha ishlash vaqtiga yetishi kerak. Uchirilish paytida yangi manyovrlar qo'llanilib, ko'proq yoqilg'isi ortib qoldi. Hozir 20 yilgacha yetishi kerak bu zapas yoqilg'i. Qizig'i hozirda eng katta va kuchli James Webb teleskopi yaratilgan bo'lsa-da, koinot mavzusidagi bosma yoki internet nashrlarda asosan Hubble teleskopi yordamida olingan foto tasvirlardan haligacha foydalanib kelinadi. Sababi Hubble inson ko'zi qanday ko'rsa, xuddi shunday tasvirlarni beradi. James Webb esa yuqorida aytganimizdek, inson ko'zi bilan ko'rib bo'lmaydigan infraqizil diapazondagi tasvirlarni ham ko'rish imkoniyatiga ega va u olgan tasvirlar biz odatda ko'rishga o'rganib qolgan tasvirlardan farqlanadi. Telefonda gaplashadigan to'lqinlarimiz ham, bular ham to'lqin. Ko'zimiz bilan ko'rayotgan nurlar ham hammasi to'lqin. Lekin telefoningiz orqali gaplashayotgan to'lqinni ko'zingiz bilan ko'ra olmaysiz-ku. Xuddi shunaqa narsa. Ko'zimiz bilan ko'ra olmaydigan to'lqin uzunlik infraqizil nurlarni bizga ko'rdan yaqin rasm qilib beradi James Webb. Kosmik teleskopning ish boshlaganiga 1 yil ham o'tmasdan u o'nlab ajoyib kosmik suratlar, shuningdek olimlarning koinot haqidagi tasavvurlarini kengaytirishga yordam bergan ko'plab ilmiy ma'lumotlarni jo'natdi. Xo'sh, shu kunga qadar James Webb teleskopi qanday tasvirlar va ma'lumotlarni Yerga jo'natgan? 2022-yilning iyulida u Kil tumanidagi NGC 3324 hududi suratini oladi. Insoniyat tarixida ilk bor yangi yulduzlar shakllanayotgan jarayonni tasvirlangan somon yo'lining ilgari ko'zga ko'rinmagan qismlari tasvirga tushadi. James Webb'ning iyuldagi yana boshqa kashfiyotlardan biri bu Quintet Stefani bo'ldi. Bu Pegas yulduzlar turkumidagi 5 ta galaktikadan tarkib topgan guruhdir. Iyulning o'zida yuborilgan yana bir suratda janubiy halqa sayyora tumanligi aks etgan. U Yer sayyorasidan taxminan 2,5 ming yorug'lik yil uzoqlikda joylashgan. Mana bu surat esa koinot tarixidagi eng chuqur va tiniq infraqizil tasvirdir. James Webb uchar baliq yulduzlar turkumidagi galaktikalar jamlanmasini 4 milliard 600 million yil oldingi ko'rinishi qanday bo'lgan bo'lsa, shunday holatda ko'rsatmoqda. Yer sayyorasi unda hali bo'lmagan. 2022-yilning avgustida James Webb Arava g'ildiragi galaktikasining tasvirini yuboradi. U Yerdan 500 million yorug'lik yil uzoqlikda joylashgan va ikkita halqasi bilan ajralib turadi. 2022-yilning 22-avgustida esa James Webb Yupiterning aniq va tiniq tasvirlarini jo'natadi. Unda Yernikiga qaraganda 1000 marotaba kuchli qutb yog'dusi gavdalangan. Tasvirdagi katta dog' bu shunchaki katta to'fonki, u hatto Yerni yutib yuborishi ham mumkin. Xullas, James Webb teleskopi koinotda hali 20 yil davomida ishlaydi. Shu kunga qadar qurilma Yerga koinot kengliklarida tasvirga olingan 30 ga yaqin noyob va ajoyib suratlarni yuborgan bo'lsa, qolgan salkam 20 yil davomida u yana qancha ajabtovur kashfiyotlari bilan lol qoldirar ekan. James Webb bilan olimlar to'xtab qolmaydi. Keyingi uchirilgan teleskop undan ham zo'rroq bo'ladi. Va narxi ham shunga yarasha bo'ladi. Ilm-fan bir joyda turmaydi. Ehtimol yaqin kelajak bo'lmasa ham 10 yilliklar ichida olimlar koinot sirlarini tadqiq qiluvchi James Webb'dan ham kuchli va cheksiz imkoniyatlarga ega qurilmalarni ixtiro qilishar. U esa keyingi alohida mavzu bo'ladi. Uchinchi Toshkent xalqaro matematika olimpiadasiga ro'yxatga olish jarayonlari boshlanganini e'lon qilamiz. Aziz o'quvchilar, bilimingizni sinang, salohiyatingizni namoyon qiling va Tasimo 2026 g'olibiga aylaning. Olimpiada 3 bosqichda o'tkazilib, barcha umumta'lim maktablarining 3-dan 11-sinfgacha akademik litsey, kasb-hunar maktablari, texnikumlar va professional maktablar o'quvchilari ishtirok etishlari mumkin. Final 16-18 may kunlari Toshkent shahrida esda qolarli tadbirlarga boy tarzda o'tkaziladi. Olimpiada 500 million so'm sovrin jamg'armasiga ega. Eng katta mukofot esa o'zingizga ishonch va chempionlik ruhi. Ko'rsatilgan havolalar orqali ro'yxatdan o'ting. Batafsil ma'lumotlarni 55 kodi bilan 084 40 00 telefon raqami yoki tasimo.uz sayti orqali olishingiz mumkin.